Assalomu alaykum. Bugun mana varigatni arma gulimizni peresadka qilamiz. Men tuproqlaridan ajratib oldim. Mana bu oddiy gulimiz shunday ekkanimdan keyin juda ham chiroyli barglar bera boshladi. Shuning uchun bu varigatni sortini ham xuddi shu holatda ekib olamiz. Menga u uchun perlit, universalniy grunt и древесный угол kerak bo'ladi. Men o'zim mana taxlab oldim. Endi ekishni boshlaymiz. Avval ekishdan oldin mana shu nimalarni kesib, plastmasalarini teshib oldim. Quygan suvimiz oqib ketishligi uchun. Ozgina solib, keyin gulimizni joylab olamiz. Tomiriga mos idish olishga, mana tuvaga olishga harakat qilinglar. Kattaga ekib qo'ysizlar, tomirga kuch ketib qoladi, gulga emas. Hali bu gulimizni sizlarga bir oydan keyingi holatini ko'rsataman. Bu ikkala ziyon ko'rgan barglari tushib, o'rniga yangi barglar chiqayotgan bo'ladi. Hali buni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir oddiy iliq suvda sug'orib qo'yaman. Dori berishga shoshilmaymiz. Dorini ekkanimizdan keyin 2 haftadan keyin bersak bo'ladi. Hozir iliqqina, oddiygina tindirilgan suv qo'yamiz. Mana xuddi avvalgi gulimdek ekib oldim. Bunga ham hozir bir marta toza suv quyib olamanda, bunga suv quyib qo'yaman. Shu bilan oziqlanaveradi. Tepadan suv quymayman. Ba'zi bir nimalar ichiga ip qo'yib ketadi, mana bunday sintetikalik. U ipni men qilib ko'rdim, gulimda tomirini chiritib yubordi. Shu uchun menga shu nima ma'qul. Mana bu gulimda ham mana tomirlari juda ham chiroyli, sizlarga ko'rsataman. Mana ip qo'ymaganman, lekin shunda ham tomirlari mana 1 oy bo'ldi ekkanimga juda chiroyli chiqishni boshladi. Men oddiygina ozginagina iliq suv quyib qo'yganman. Bizni kuzatib boring. Men yana bu gullarimni sizlarga obzor qilib o'tib ketaman. Like va podpiskani unutmanglar.